vizesini boşlaş için okuyorsun. Çaptı. He. Yanıma zıt girip çık. 135 misal şu birisi isteyen mi? Sağlam. Ayo, pas turgan. Gini aja turgan. Ya bertemu. Jawab 15 meter sama mı? Akıl depozit. 135 bin falan. Hiç önemli olmadı. Alacaklar mıydı? Mana? Kasih dia. Mana? Kalau misalnya 90'da men sizning bejiringiz mana. Kelajakda ishingiz uchun javobgar bo'laman. Iltimos, tergov hisobingiz bo'lgan misollarningizni yozing degan. Men tashlaganman. Yozdim. Varaqani vazifa bajaradigan undagi mana karaqashiman. Mana iltimos o'ylash uchun hisob raqamingizni kiriting va bank kartasi raqamini degan. Tashladim uni. Yanagi ishchi guruh qo'shilishingizni so'radi. Qo'shildim. Undagi mana hop iltimos mablag' belgilangan bank hisobingizga o'tkazish uchun 3-10 daqiqa kuting iltimos degan. Bu kirmagan. Undagi ma'lumot tashlaganman. 56-38-49 va şimdi shaharga 35 misol tashib berdi. Tushdi mana. Mana. Salom. Savdogar sizga 35 misol yuborgan qabul qildingizmi? Ha. Qabul qildim. Tushdi. Undagi ertaga vazifalarni yozdim, telefon qilib olmadim. Kiring deyapti, vazifalarni hammasini bajaryapti. Bajarib bordim mana. Endi bu yerda aytyapti. Bilasizmi mana? Birinchisi tanladim 79,5 ming so'm. To'lov qilishim kerak bu yerda. 79,5 so'mga tayyormisiz dedi. Tashlamadimmi? Ama menga haqiqatdan mana tashlab bergan 35 ming so'm.